qilmayman, oldimdan chiqib qolaveradi. Videoni oxirigacha ko'rib xulosalaringizni bildiringda. Bir inson keldi, bo'lar bo'lmas mavzularni gapiravermasdan ishsizlik, barayot, pul, mul, mana odamlar qiynalib yashab, shularni olib chiqsangiz bo'lmaydimi degdi. Men uni maksimum tinch eshitishga harakat qildim, lekin o'tkizdimda so'radim. Aka, ish topolmayapsizmi? Pulingiz yo'qmi? Men sizga bir nechta savollar beraman. Keling shu savollarimga javob berib, xulosalarimizni o'rtoqlashamiz dedim. Poklanish nimaligini bilasizmi dedim. Katta kichik hojatga kirganda orqani yuvish kerakligini bilasizmi? Pokizalikka dedim. Bu menga toza qilmaydimi deydi. Haligi bunday joyda dedim, qoldiq siydik qolib ketadi, uni chiqarib yorib, kiyimga tegib qolmasligini oldini olishni bilasizmi dedim. Yo'q dedi. Uyga kirayotganda salom berib, payg'ambarimiz alayhisalomga salovat aytib kirish kerakligini bilasizmi? Uyga baraka kiradi dedim. Eshitmagan ekanman dedi. Qozonga ovqat qo'yayotganda ayolingiz bismillohni aytami, aytmaydimi dedim. Bilmasam, kuzatmaganman dedi. Haligi ish bo'lgandan keyin poklanish, butun tanani poklanish nimaligini bilasizmi? Bunday boshdan suv quyib yuvinish kerakligini bilasizmi? Ha, bilamiz endi, bilamiz. Qanday qilinadi? Tushuntirib bera olmadi. Qo'pol qilib aytganda, azizlarim, g'usul nimaligini bilmayapti haligi odam. Yeyotgan ovqatingizdan oldin qo'l yuvasiz, ha. Undan keyin qo'l yuvasizmi, yuvmaysizmi? Yo'q, undan keyin qo'l yuvishda nima keragi bor? Arzu chiqarib ichib ketaver. Mana asl barakasizligingizni, ishsizligingizni, pulsizligingizni sabablari dedim. Inson zotiga Alloh taolo aytgan, rizqi nasibingiz meni zimmamda. Sizlar men aytgan yo'lni bosib o'tinglar. Sizni pulingiz, siz yashayotgan davlatdan so'rab oladigan narsa, men sizni yaratib qo'ydim, bilganingizni qilib yashang demagan Alloh taolo. Sizni qo'shni mahalla komitetingizga bog'liq, sizni rizqingiz barakali bo'lishi degan narsani aytmagan Alloh taolo. Aytaylik, farzand ham rizq, olayotgan ilm ham rizq, yemoq ichmoq ham rizq. Menga davlat farzand bermayapti degan odamni eshitganmisizlar? Menga davlat ilm bermayapti deb noligan odamni eshitganmisizlar? Yo'q. Rizq nasibani davlat bermaydi. Baraka davlatga bog'liq emas. Baraka bizni pokligimizga bog'liq, bizni harakatlarimizga bog'liq. Telegram kanalimda baraka qaysi omillarga bog'liq deb kitob varaqlab ustozlar bilan gaplashib topgan bilimlarimni tashab qo'ydim. Katta pullarga ochilish desa 15 millionlab to'lab o'qib, tirnog'ini qalin qilib qo'ygan haligi tirnog'ini tagiga suv tegmagan odamlardan borib dars olib o'tiribsizlar. Qo'pol